Hozir bo'lganda kesib yuborasizlar, kesib yuborasizlarmi yoki kesib yubormaysizlarmi bilmayman. Har yili xavotir bilan kutilyapti. Qishni kelishi, kuzni kelishi xavotir bilan. Yozni kelishi yana xavotir bilan kutilyapti. Gapiriladigan gap ham qolmadi-da endi, tushunyapsizmi? Shuncha gap orasida endi juda ham menimcha negativ bo'lib ketish ham hamma narsa ham biz o'ylaganchalik qora emasda, qorong'u emas. Londonga borib olib tanqid qilish yomon narsa. Viloyatlarda, tumanlarda, qishloqlarda oylab elektr energiya bo'lmasdi. Yillab men o'zimning qishlog'imda ham suv ham bo'lmagan, ichimlik suvi. Holat juda yomon. Mustaqillik bu ne'mat. Shu narsa uchun kurashib, necha 100 ming kishilar qoni to'kilgan paytida odam yaxshi tushunar ekan bu narsani ahamiyatini. Bizga bu ne'mat oson kelgan. Bizda unaqa katta urushlar bo'lmadi. Qon to'kilgan 18-20-yillarda, 30-yillarda, 50-yillarda va 80-yillarda oxirida ham yetarlicha qon to'kilgan. Bunaqa qon to'kishlar evaziga kelganmiz biz 91-yilga. Kimdir aytishi mumkin, "Sani nima haqqing bor O'zbekistonga?" Haqqim bor. Men vatandoshman. Xohlaymizmi, yo'qmi, tan olamizmi, yo'qmi? Bitta haqiqat shuki, o'zbeklar 17-yildan keyin